O'rtoqlar, nimaga bu rasmni qo'yib oldi? Odil ham chaqirib tashlamoqchimi deb o'ylayotganlar ham bor. Sizlarga qisqacha qilib tushuntiraman. O'rtoqlar, sodda bo'lmanglar. Bu navbatdagi shou, ya'ni qisqa qilib tushuntiraman. UFC'da ham, AC, umuman har qanday ligada aktivga qarab, shouga qarab Odilxon Kamolov kutilmagan gapni aytdi. Uning fikricha, Edil hozir MMA olamida eng katta shov-shuv qilayotgan jangchilardan biri. MMA muxlislari ikki tomonga bo'lingan. Siz nima deb o'ylaysiz? Edil haqiqatdan ham top darajaga chiqadimi? Fikringizni kommentariyaga yozing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing. aktivga qarab, shouga qarab, PRga qarab gonorar to'lanadi. Edilni maqsadi katta ehtimol bilan o'sha AC o'zini ligasida yaxshiroq gonorarga urishish. Bu degani nima deydi, aktiv qanchalik kuchli bo'ladigan bo'lsa, bizni o'zbeklarda aktivini butun dunyo tan olgan. Oddiy misol, Husanov orqali Manchester Cityni mediasi qanchalik oshganligini misol keltirish mumkin. Har qanday mashhur videoni ko'rsanglar, o'zbek kommentariyasiga to'la. Shunday ekan, bu navbatdagi PR, navbatdagi shou. Sodda bo'lmanglar, har xil provokatsiyalarga qo'shilmanglar. Oddiy misol, o'zbek boyslari ham hammasi video qilyapti, har qanday gaplarni gapiryapti. Edil bu shou marketingini yaxshi uddaladi. Shunday ekan, bu hech qanday. Assalomu alaykum qirg'izelim. Mana ko'rdinglar, O'zbekistondan hech kimdan mana duxu jetpeydi ekan. Men boshlayın degan emasman. O'zinglar boshladinglar, jana trenerlar boshladi. Menda da namus bor. Xatanbek, sen o'zingcha alding deb istoriyangda seriozniy bo'laverma. Hamzat bilan ikki jol suratga tushib olib. Hamzatni ko'rdinglar, ne bo'lganini, ne bo'lib turganini. Senden güçlü, senden Zvezda Shoh Hasanda da o'tqam. Aradan 4-5 yil o'tdi. Namusida yo'q ekan, revanş olib meni qayerga o'tayin deganda. Ökөөбүз chiqsak, точно ошондой ситуация болот. Спорттон жылайан qaytib ketет. Men сүйлөгөн сөзүмө жооп берем. Именно ушу Хатанбек мени токтотот, сындырат дедиңерби? Мен эми Хатанбекти сындырам. Жасур, давай силер уюштуруп бергиле. Бул турнирде мен уруша албайм. Июлда боюм бар. Кийинки турнирге коюп бергиле. Башына Хатанбекти,